Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz va Xitoybekni kuzatib turgan do'stlar. Do'stlar, bu videomizda ko'pchilik savol berganda Oybek aka svarka apparati DRJ kabelini qancha metrgacha uzaytirsa bo'ladi? Bir xilgi apparatlarda 50 metr, 100 metrgacha ulab ishlatsa bo'ladi deb ko'pchilik savol beryapti. Ya'ni svarka apparatiga 50 metr kabel ulab ishlatsa bo'ladimi? Shunaqa yozilgan ekan kitobida deyapti. Do'stlar, demak videoni boshlashdan oldin bizni YouTube kanaliga obuna bo'lib esingizdan chiqmasin, pastda qizil tugmacha bor. Kommentariyaga o'zi ishlatayotgan svarka apparati nomini yozib esingizdan chiqmasin. Instagram kanalimga ham o'tib obuna bo'linglar, aka ham obzorlar qo'yib boryapman. Demak, videoni boshladik. Xo'p, demak, svarka apparati DRJ kabeli uzunligi qancha bo'lishi kerak va kirish 220 kabeli qancha bo'lishi kerak? To'liq ma'lumotlar beraman. Video so'ngigacha ko'ringlar. Kerakli maslahatlar sizlarga do'stlarimizga. Do'stlar, demak, svarka apparatni 50 metrgacha kabel ulasa bo'ladi. Xohlagan apparatingizga necha metr bo'lsa ulasangiz bo'ladi, lekin apparatga aniq %100 ziyoni bor. Chunki nimaga deydigan bo'lsalar, hozirgi DRJlarda ko'pi mis alyumin aralash bo'ladi yoki mis bo'ladi. Demak, har bir metrda sizga apparatga kuch keladi, ya'ni simda qarshiligi bo'ladi. Yoqayotgan elektrodingiz masalan 2 lik yoqilayotgan bo'lsangiz, 3 lik yoqayotgansiz 4 lik. Hamma apparat yoqaveradi, faqat sizga apparat dolgi работающий bo'lishini xohlaydigan bo'lsa, ya'ni uzoq muddat sizga apparat xizmat qilishini xohlaydigan bo'lsangiz, DRJ kabelda o'zini standarti 3 metrdan ortig'iga suzib bo'lmaydi. Chunki masalan sizga oddiy savdo qiladigan bo'lsam, 2 lik elektrodni 3 lik elektrod ko'tib qoladi, 3 ligingiz 4 likka. Bu esa ichidagi tranzistorlarga kuch keladi. Masalan, ichidagi tranzistorlar hisobini oladigan bo'lsak, 50 amperlik tranzistorlarga moslab qo'yilgan bo'lsa, DRJ cho'zadigan bo'lsangiz, tranzistorlar qiziydi va uzoqqa bormasdan apparatingiz ishdan chiqishi mumkin. Men juda charchadim, boss. Charchadim. Bozorlarda aytaverishadi, apparatga 50 metr, 100 metr kabel ulab ishlayveradi. O'sha yerda ishlatsangiz ishlayveradi, hamma joyda ishlatsangiz, hamma svarka apparatga ulasangiz 50 metr, 100 metrgacha qo'ysangiz ishlayveradi. Faqat apparatga kuch keladi do'stlar, ichida tranzistorlar raschot qilingan 3 metrmi, o'zini kabelda qarshiligi bor. Kabel uzaygan sari qarshilik ko'payadi, elektrodga yana qo'shimcha o'sha 2 lik yoki 3 lik, 4 lik, 5 lik, 6 lik bo'lib kattalashib ketib qoladi va svarka apparatga nagruska keladi. Bu vaqt davomida sekin-astalik bilan o'zini o'zi yemirib tamom qiladi. Shuning uchun do'stlar, maslahat beraman, svarka apparati uzuni 3 metr. Agar svarka apparatingiz professional 380 bo'ladigan bo'lsa yoki professional 250 amper, 200 amper tok beradigan bo'lsa, demak apparati DRJni cho'zishingiz mumkin, 5 metr, 7 metr cho'zishingiz mumkin. Apparat ichidagi konstruksiya baquvvat bo'lishi kerak. Lekin ko'p do'stlarimiz Xitoy kichkina apparat olib turib, uzun DRJda qo'yishadi va ko'pincha chiqishidagi diodlar ishdan chiqadi, ya'ni diodlarga kuch keladi. Ko'pincha Xitoy svarka apparatlarida chiqishi diodga termodatchik qo'yilmagan. Termodatchik vazifasini tushuntirib o'taman. Termodatchik bu apparatingizda qiziydigan bo'lsa, o'sha diodning shotkalar, tranzistorlar qiziydigan bo'lsa, apparat o'zi qiziydigan bo'lsa, avtomatik tarzda o'zini o'zi o'chirib qo'yadi, ya'ni chiqish tokini uzib qo'yadi. Ma'lum vaqt dam oladi, sovigandan keyin termodatchik yana qayta ishga tushadi, svarka apparat ishlayveradi. Lekin arzon svarka apparatlarida bu termodatchik yaxshi ishlamaydi. Yo kuyib o'chadi yoki tranzistorlar ishdan chiqib yonib qoladi. Ya'ni oldida ko'rinmas debdi. Ko'rinmas. Yaxshilab qarash kerak, ko'z almas bo'ladi. Svetchasi bo'ladi bilsalaring, biri power, ya'ni tok borligini, ikkinchisi esa o'sha qizib qolsa, o'sha svet yonib qoladi. Keyin yana bir maslahat, issiq kunlarda ventilyatsiya tizimi ishlamaydigan bo'lsa, apparat ishlatmanglar do'stlar. Chunki ventilyatsiya tizimi ishlamaydigan bo'lsa, apparat qiziydi. Oldiga qarasalar, ikkita svetchasi yonib qoladi. Birinchisi power tarmog'i, ikkinchisi esa o'sha apparat qizidi, o'sha qizib ketib sovish kerak degan narsa yonib qoladi. Xitoy svarka apparatlari ko'pincha kuyib yonadi. Original apparatlarda bu termodatchik juda ham yaxshi ishlaydi. Qiziydigan bo'lsa, o'zi avtomatik o'chiradi. Ma'lum vaqt o'chirib qo'yasiz. Ma'lum vaqtdan keyin yoqadigan bo'lsangiz, dam olgandan keyin termodatchik yana soviydi, tranzistorlar, diodning shotkalar soviydi, apparat yana qayta ishga tushiraveradi. Lekin Xitoy apparatlarida %100 do'stlar kuyib o'chadi. Ko'pincha chiqishdagi diodning shotkalari ishdan chiqadi. Ya'ni DRJ kabelni uzaytirganda hisobiga. Ko'pincha praktikadan o'tgan kelishadi. Chiqishda diodi kuygan bo'ladi. Aka, DRJingizni kabel 10 metrmi desam, ha Oybek aka 10 metr deyshadi. Bu o'sha DRJ kabelda uzun qo'yilgan hisobi. Lekin texnika bir xilga do'stlarimiz ishlatishadi. 50 metrgacha, 10 metrgacha cho'zib olishadi, apparat ishlayveradi. Bu esa apparatning kачествосiga ham bog'liq. Ya'ni
puli qimmati yaxshi, kачественный, amperajda yaxshi beradigan bo'lsa, demak, diodli shotkalarimiz baquvvat bo'ladi, tranzistorlar baquvvat bo'ladi, apparat ishlayveradi. Demak, menimcha hozir barcha ma'lumotlar berdim. Keyin apparatni, svarka apparatni yerga qo'yib ishlatmanglar. Yerdan bir qarich tevada bo'lsin, chunki ventilyatsiya tizimi, kuller tizimi tashqaridagi har xil strushkalarda, har xil qil shunaqa narsalar ichkariga olib kiradi. Ichkariga olib kirganda tranzistorlarda radiatorlar turadi, shular bir-biriga zamikaniya qilib qoladi. Apparat ishdan chiqadi. Keyin strushka to'lib ketadi ichiga. Bu platali bo'ladi. Tranzistorlar oyog'idagi strushka to'ladi, yo detallar, SMD komponentlari, strushkalar to'lib qoladi. Apparat kuyishiga sabab bo'ladi. Bu svarishning invertorlar, высокочастотный управление kilogertzlar tomonidan o'sha частота управленияsi invertor bo'ladi. Sal naqaga ishdan chiqishi tez ishdan chiqib qoladi do'stlar. Shuning uchun apparatni pokizaligiga e'tibor beringlar. Raschotiga o'sha kitobida hamma narsani yozib qo'yadi. Tarmoq ushlanishiga e'tibor beringlar. Tozalikka, tarmoq ushlanishiga va o'sha DJ kabelni o'zini standartda ishlaydigan bo'lgandan so'ng apparat yaxshi ishlayveradi do'stlar. Mana sizlarga kerakli maslahatlar berdim. Savollar bo'lsa kommentariyaga yozinglar, o'zlaringiz fikrlaringizni yozib qo'yinglar va qaysi svarka apparat yaxshiligini ham do'stlar kommentariyaga yozinglar, chunki ko'pchilik do'stlarimiz yordam beradi. Oybek aka qaysi svarka apparat hozirgi kunda yaxshi deydi. U o'zida praktikada ishlayotgan, bar boshqacha bo'ladi. Mana shu apparatni shuncha yillar bilan ishlatyapman, zo'r ishlayapti deb kommentariyaga yozib bersangiz do'stlarimiz yordam bo'ladi. Meni Instagram kanalim, Usta Oybek Telegram kanali, svarka apparat gruppamiz bor. O'sha yerga o'tib obuna bo'linglar, kuzatib turinglar. Sizlarga kerakli maslahatlarni berib boramiz. Savollar bo'lsa marhamat kommentariyaga yozinglar. Shunga qarab biz videolar tayyorlashga harakat qilamiz. Hozircha xayr deyman. Tez orada yana ko'rishib qolamiz.